Alo. Nima eshitaman? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshliq sizmisiz? Rahmat. Men boya telefonga bo'laman aka. Nima gap? Tezroq gapiring aka, shoshyapman. Ani Pajarga telefon qilgandim o'zi. Xo'p. MCSdagilar o'tadi bulutni deb, bulutimizni o'tib bering aka. MCSdagilar otmaydi. Kim aytdi sizga shuni? Qaysi nomer aytdi? Pajardagilar aytdi. Aytaveradi Pajardagilar. MCS otmaydi. Yana aytayapman sizga. Okash edirimizdan turib bitta raketa o'tavering okash, bulutimiz tarqab ketsin okash, siqilib ketibdi, yomg'ir yog'averib okash. Nega tushunmaysiz? Siz qanaqa insonsiz? U bulut otayotganning joyi bor, tartibi bor. U havoga ketayotgan raketa, uni aholini ichida, ko'chada otmaydi siz aytgan joyda. Tartibi bor uni. Soydan o'tsa bo'ladimi? Soydan okash. Soydan ham bo'lmaydi. U olib kelinmaydi uni apparatlar o'rnatilgan katta hududda. Umuman siz tushunmaysiz uni, tasavvur ham qila olmaysiz.